Abu Ali ibn Sinoning asl va to'liq ismi Abu Ali ibn Al-Abdulloh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sino hisoblanadi. U 980-yil 18-iyunda Buxoro yaqinidagi Afshona shahrida tug'iladi. Abu Ali ibn Sino yoshligidan juda zehnli inson bo'lib, 10 yoshida Qur'onni to'liq yod oladi. 16 yoshidayoq deyarli kitoblarni mutolaa qilib, tabib unvonini olishga ulguradi. Ba'zi sabablarga ko'ra Ibn Sino o'z davlatini tashlab Buxorodan Xorazmga o'tishga majbur bo'ladi va bu Xorazmdagi paytlarda uning ijodiy davri boshlanadi. U yerda o'zining birinchi asari Daf al-Mador, al-Kulliya, an al-Abdan, al-Insoniya, bit-Tadoruk, an va hataat tadbir, ya'ni tadbirda yo'l qo'yilgan xatolarni bartaraf qilish yo'li bilan insonlarga tanasiga yetilgan zararni tugatish deb ataladi. Bu asar keyinroq tibbiyot qoidalarida uchraydigan xatolarni tuzatish deb ataladi. Bu asar Ibn Sinoning birinchi tibbiy asari edi. Keyinchalik Hamadonda o'zining yirik asari Tib qonunlari asarining birinchi kitobini yozib tugatadi. Bundan tashqari tibbiyotga oid Al-Adaviyat al-Qalbiya, yurak dorilari asarini ham yozadi. Keyinchalik 18 jildlik falsafiy yirik asari kitob Ash-Shifo, Shifo kitobi asarni tabiat haqidagi qismini yozadi. Abu Ali ibn Sino barcha sohada barakali ijod qiladi. Uning 47 ga yaqin asarlari mavjud bo'lib, ularning 6 tasi tibbiyotga oid hisoblanadi. Tib qonunlari asari ham shular jumlasidan. Al-Qonun dastlab 14 jilddan iborat bo'lgan. Hozirda u 6 jildga keltirilgan va turli tillarga tarjima qilingan. Ushbu kitob o'z ichiga 5 bo'limni oladi. Ular quyidagilardir. Birinchi kitob kasalliklarning kelib chiqishi, ularning sabablari, ko'rinishi va turlari haqida umumiy tushunchalar beriladi. Ikkinchi kitob o'sha davrdagi o'simlik, hayvon va ma'danlardan olinadigan 800 dan ziyod dorilar, ular qanday tayyorlash va qo'llash usullari haqida tushunchalar beriladi. Uchinchi kitob inson a'zolarining barcha kasalliklariga alohida to'xtalib o'tiladi. 4-kitob inson a'zolariga bog'liq bo'lmagan turli shish, isitma, rak, toshma, yara va chaqalar, o'tkir yuqumli kasalliklar, davo choralari haqida ma'lumot berib o'tilgan. 5-kitob farmakologiya, ya'ni turli xildagi dori-darmon tayyorlash, ziddi zahar, emlash, qaynatma, damlamalar haqida umumiy va xususiy tushunchalar berilgan. Tib qonuni asari juda keng qamrovli asarki, undan hozir ham tibbiyotda barcha tibbiy soha vakillari foydalanib kelishmoqda.